Hozircha bizda seximizda tayyorlanayotgan darvozalarimiz deflasion deyiladi. Darvozamiz Buxoroga yasaliapti. Ikkilikka ikkilik, 1.8 ga 1.8, ikkilikka 1.8 stendagi darvoza bo'lib chiqaradi. Bu Buxoroniki. Yana Qashqadaryoga ikkita bor. Bundan keyin yasaladi. Bular kvadrati 1,5 million so'mdan 2 million so'mgacha chiqadi. Bu yog'imiz stampovka. Bular ham 650 mingdan 750 minggacha chiqadi. Bu yoqda repyonka deyiladi. Bular 700 ming so'mdan 800 ming so'mga chiqadi. Listlar 1.3 bo'ladi. Material ichini o'sha 1.2 1,5 stenagacha qilinadi. Bemalol uni zakazga qarab qilinadi. 800 minggacha. Tagida turganimiz shu korobkasi, girdlari tayyorlanadi. Lazer buglari bilan chiqarib chiqadi. Avtomobilning klaskalariga. Xuddi shunga o'xshash yana bittasi bor. Bular ham 700 mingdan 800 ming so'mgacha chiqadi bu ham. Bunaqasi tanlaydigan bo'lsa, bular yo'q holat xolisini ham bilan gulla qilib beramiz. Bular o'zlari 1.8 dan eshikcha. Bular ham 800 ming so'mdan 950 minggacha chiqaveradi. 2,5 qavat deyiladi. Bular ham shunaqa qilsa bo'ladi, 2,5 qavatli qilsa bo'ladi. Bu yana ikkinchi ramamiz. Bu ham xudo xolsa bitib qoldi. Bu yoqda shtampovka high-tech. Ramamiz tayyor, inglizdan bo'lsangiz. Bu yoqda korobkalargacha hammasi tayyor qilingan. Bu haydib ketishgacha hammasini chiqarib sepib berib ketamiz, qo'yib berib ketamiz degan. Xudo xolsa. Ishlari ham qizg'in.